Reanimatsiya bu parda ortidagi jang. Nima uchun biz reanimatsiyani bunaqa ataymiz? Parda ortidagi jang, ya'ni siz reanimatsiyaga ishi tushmaguncha, reanimatsiya o'zi bu nima? U qanaqa soha? U yerda kimlar bo'ladi va kimlarga yordam ko'rsatiladi? O'zi bu kasb egalari nima ish qiladi? Bular o'zi kim? Degan savollar juda ko'pchilikni qiziqtiradi. Va bu soha ancha yillardan beri mavhum hisoblanadi. Ya'ni bu haqida hech kim video ham olib chiqmagan, bu sohani hech kim talqin qilmagan. Sizlarga men keng formatda reanimatsiya ichida qisqa mazmunda ko'rsatib o'taman. Reanimatsiya muhiti qanaqa? Ko'rib turganlaringizdek, reanimatsiya muhitida bu yerda alohida siz uchun sharoit qilinmagan yoki alohida narsalar qilib qo'yilmagan. Lekin bu yerda umumiy, ya'ni hamma bitta narsa uchun, ya'ni hayot uchun kurash uchun keladi. Biz hayot bilan kurashamiz va jang qilamiz. Inson va hayot o'rtasidagi jang. Misol uchun aytib o'taman. Bemorimizda insult holati hozir reanimatsion chora-tadbirlardan hamma yordamlar ko'rsatilmoqda. Bu kardiomonitor, ya'ni sizning yurak urishingiz, qon bosimingiz boshqa narsalar ko'rsa, bu ko'pchilik eshitgan yoki eshitmagan, bilgan narsalardan sun'iy nafas apparati, ya'ni bemorga o'zi mustaqil nafas olmaganligi sababli mana shu trubka orqali o'pkalariga o'rnatilgan sun'iy nafas beriladi. Mana bu vositalar esa sizga sutkalik ketish kerak bo'lgan dorilarni belgilab beradi, ya'ni infuzomat deb ataladi tibbiyot tilida. Bunda kerakli doza belgilanadi va bemorga jo'natiladi. Hozir bemorimizni qon bosimlarini ushlab turish uchun va boshqa qo'shimcha dori vositalari ketmoqda. Nafas olishlari esa sun'iy nafas apparatida. Qisqa qilib aytganda bemorimiz hayot bilan kurashmoqdalar. Hayot va o'lim o'rtasidagi jang. Bemorimiz hushlari koma holatida. Siz bilmagan narsa bu nima parda ortidagi? Ya'ni siz eshikning oldiga kelasiz, ahvolni so'raysiz, yordam ko'rsating deysiz, qaramayapsizlar deysizlar. Reanimatsiyada juda ko'p bo'ladigan holatlardan birida. Lekin har bir reanimatolog bor ekan, tan olaman. Har bitta kasbda kamchilik bo'lgani kabi, reanimatsiya sohasida ham kamchiliklar bo'ladi. Ya'ni o'z kasbiga sovuqqonlik bilan qaraydigan insonlar ham bo'lar, balki. Lekin bizda juda ham kamroq, chunki hech qaysi reanimatolog bemorini hayoti bilan o'ynashmaydi. Har bitta reanimatolog xohlaydigan bitta narsa ushbu jangda yengib chiqish, g'alaba qozonish. Avvalasi shifo Allohdan. Hech kimlarimiz bu parda ortida ko'rish biz xohlamaymiz. Lekin qisqa qilib bo'lsa ham sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotim shu edi. Yana ham sahifamga a'zo bo'lib bizlarni kuzatishda davom etsalaringiz, kerakli sizlar uchun bunaqa og'ir holatlarni ko'rsatmaymiz. Sizlar uchun kerakli, foydali, hayotlarimizda baribir inson ekanmiz. Sog'lik degan narsa bor, kasallik degan narsa bor va to'g'ri yo'nalishda tanlash kerak degan narsalar bor. Shu haqida kerakli kontentlar, foydali ma'lumotlar berib boramiz. Bizlarni kuzatib borganingizda xursandmiz. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Ilohim yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Bu parda ortidagi jang hech kimga nasib qilmasin.